Max-ku. Bu ham Instagramda zvezda bo'lib ketdi o'zicha. Yaqin. Zvezda yaxshi. O'sha kibrmi? Salom alaykum o'zim. Qutuqlarni so'rashardi o'zi. Deb qo'ydi. Kibr yaxshi narsa. Biz ikkita video oldi degani zvezda degani va hammasini shu bor. Eslab qoldim ama omad shay. Do'stim, men kibr emasman. Zo'r ekan, bexos. Ha? Oyamiz aka nechmi? 100 million. Bo'l aka, ura bering, olib ketamiz. Pulni betiga qaramaydigan kibr bo'lib ketibsan. Eski narsalar olib yurganingizdan chiqmasdi, eski bozorda. Aka kerakmas, ura bermang, kerakmas. Ya odamni normaliy muomala qiluvchi kibr bo'lib muomala qilish shart emas. Sen ham o'shaqa oddiy odamni deyapman. Azizlar, mana bitta pochkam ishlamayapti. Qo'ldan kelgancha yordam beringlar. Uni odamni qarab bitta pochka ishlamayapti, yordam berish kerak ekan. Shunga bitta pochkani bersan. Jinnimisan sen? Kibrsan sen ishonmaysan. Odamdan yaxshilik qoladi, berish kerak pochkasini. Bu darajada qachon kibr bo'lding-a? Sezmay qolganim bor. Oldin bir beg'ubor bo'laydi, kibrni shoma. Bo'ldi. Bu darajada kibr timsoli bo'lma. Bo'ldi, bilding? Telefoninchi qo'liga futbolga patsvet ekan. Kibrlanmay, bo'ldi. Kibr durma, kibr demaslik uchun nima qilishim kerak? Ayt. Nima sizga tishingga o'lash? Ko'rdingmi? Kibr desam ishonmaysan. 1 minut ko'rib tura olmading, 3 sekundda tashlab yubording. Sen nafaqat kibrsan, sen mendan jirkanasan. Bang.